Assalomu alaykum hammaga, qadrli yo'ldoshlar. Mana sizlarga Loman Sandy germanskiy zotni uy sharoitida boqilayotgan holati. Bu yerda hozir 450 dona tovuq bor, sotilyapti. Yoshi 5 oylik, manzil Toshkent Nazarbeyda. Narxlari 70 ming so'mdan deyilyapti. Ya'ni ob'yemda oladiganlar kelishtirib berilaveradi. Donaga, ob'yemga sotuv bor. Agar uzoq joydaglar bo'lsa, dastavkalarimiz bor. Dastavka pullari alohida hisoblanadi. Kelib ko'rib netib olinaveradi. Qilingan vaksinatsiya, yoshi, tuxum berayotganligiga garantiya beriladi. Ularimiz Lamon Sandy germanskiy zot bo'lib, Germaniyada kashf qilingan tovuq bo'ladi. Bir yiliga 300-310 ta tuxum beradi bu tovuqlarimiz. Tuxumning rangi maloshniy rangdagi tuxum beradi. Sharoitida boqadiganlarga yaxshi imkoniyat, kelib ko'rib netib olaverasizlar. Agar menga xo'roz kerak deydigan bo'lsangiz, xo'rma xuddi mana shu zotni o'zini xo'rozlaridan ham bor. 20 tacha xo'rozi ham bor. Xo'rozini ham qo'shib berilaveradi. Agar uy sharoitida misol boringki, o'zlarining tuxumini iste'mol uchun boqiladigan bo'lsa, 10 taga bitta xo'roz qo'shsa yetadi o'sha. Endi birinchi marta boqadiganlarga boqish tartibi, yem ratsionlari haqida ma'lumotlar beriladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Описаниyaga gruppalarimizni yozib qo'yamiz, a'zo bo'lib qo'yadilar. Rahmat.